Do'stlar, biz kurslarimizda demak qatnashayotgan talabalardan eng ko'p eshitadigan gaplarimizdan biri, misol uchun mana hozir bolalar pulmonologiyasi bo'layotgan bo'lsa, man misol uchun standart bilan davolayotgan vaqtimda ayrim kasallarim yaxshi bo'lmayapti deydi. Bitta narsani biling, siz bunga aybdor emassiz. Chunki bola individual. Bu degani yaxshi bo'lmayapti deb turib profilaktik qanaqadir dorilar qo'shish shart emas. Misol uchun bizda shunaqa tushuncha bor. Gripp bo'lsa antibiotik bilan birga qo'shib berish kerak, baribir 2-3 kundan keyin bakterial infeksiya qo'shiladi deyishadi. Bunaqa gap yo'q do'stlar. Agar kimdir bu narsani esa juda ham kuladi do'stlar. Bu anaqa zamonaviy tibbiyotda bunaqa gap yo'q. Agar biror bir misol uchun aytaylik amerikalik shifokor bu gapni esa bizdan aniq kulsa kerak. Ya'ni ma'lum bir gripp yoki virusli kasallik baribir bakterial infeksiyaga o'tadi deb turib antibiotik bilan birgalikda yozish unaqa narsalar mumkin emas. Ya'ni o'sha yosh shifokor standart bilan ishlayman desa eng ko'p muammo nima? Misol uchun men o'zim ham yosh shifokor bo'lganim uchun bilaman. Yoshi katta shifokorlar o'rtasidagi konflikt bo'ladi. Misol uchun biror bir yangilik qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz yoki protokolda shunaqa ekan, kamroq dori bilan kontrol qilib ko'rish deydigan bo'lsangiz, baribir yaxshi bo'lmaydi kasallik deydi. Xo'p, 100 tadan aytaylik 10 ta, 20 tasi yaxshi bo'lsa ham, zato siz nima qilyapsiz? Standart bilan ishlayapsiz. Hammasiga aytaylik gormon, hammasiga antibiotik, hammasiga qanaqadir qo'shnoq ichidagi fuflamitsinlarni yozmaymiz-ku, kasal yaxshi bo'lishi kerak deb turib. Ya'ni bizda shunaqa tushuncha bo'lmasin. Iltimos qilaman, yosh shifokorlar, umuman o'zini ustida ishlaydigan har qanday yoshi katta, o'rta yosh shifokorlar o'rtasida biz shunaqa demak prinsipda ishlashimiz kerak. Faqat bemorni tezda yaxshi qilish emas, balkim demak sekin yaxshi bo'lsa ham, demak standart bilan yaxshi bo'lsin, sekin yaxshi bo'lsa ham demak organizm o'zini kurasin, immunitet hosil qilsin, shu narsaga kelishib olishimiz kerak. Ya'ni profilaktika uchun turli xil bo'lar bo'lmas dorilarni biz qo'shmasligimiz kerak bo'ladi. Sog' bo'linglar.